Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Qirib tashlaysiz. Suv vashshe sepmayapti. Olgan Nizamir aka vashshe ishlamayapti. Yuring bo'lmasa men sizga zo'r Nizamir aka tayyorlab beraman. Sizlar ham ko'rib olinglar. Qani bo'lmasam ketdik. Buning uchun sizlarga nima kerak bo'ladi? 1 litr suv, oksus, idish yuvadigan gel. Luboy bo'laveradi. Sal hidi shirinroq bo'lsa undan ham zo'r. Buni men hozir sizlarga tayyorlab beraman. Ungacha like bosib turing. 1 litr suvga oksusni 5 ga 1 qilib aralashtirib olamiz. Mana 1 litr suvimizga aralashtirib oldik. Nima uchun oksus? Muzlashni oldini oladi. Birinchisi, ikkinchisi mana buning ichidagi farsunkasining ichidagi tuzlar, yig'ilib qolgan tuzlarni eritib tozalab yuboradi. Uchinchisi, oynani qisman nagarni ham ketkazadi. Bunga mana bu geldan qo'shib yuborishimiz kerak. Bo'lmasam hidi ozgina mazasi qochirib qo'yish mumkin-da, lekin effekti yaxshiroq. Ko'p qo'shmaydi, bo'lmasa hamma yoqni ko'p yiqilib, ko'pikka ko'milib ketib qolishi mumkin. Mana buni yopamiz. Aralashtiramiz. Zo'r bo'ldi. Endi buni quyib yuborsangiz, bo'ldi, tayyor Nizamir aka. Mazza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Buni effekti qalbingizni ham eritib yuboradi. Shuning uchun bitta obunani bosib qo'ying, aman qo'yaman bunga. Vaqt turib, bitta aylantirib yuborsak. Mana endi quyib bo'ldik. Endi mazza qilib sotib olmasdan tekingina oynalarni eritib yurasizlar. Sizlarning xizmatingizda Don Zafar.